Assalomu alaykum YouTube tarmog'idagi do'stlarimiz, Qurbanov 3.8 YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Hozir ikkita yonimda, biri Qurbanov, ikkinchisi Sevinchga, to'rtta nolim hali ham Sevinchga. Hozir bular nimagadir seryozni o'tiribdi. Ikkalasiga ozgina savolim bor. Ayol kishini hurmati, ayol kishidan boshqa xafagarchilik bo'lmaydimi? Yo'q. Bo'ldi. Sevinchga xon. Dogovor qancha bo'ldi? Qancha oldin chiqqan edim, 1 yil bo'ladi. O'shanda hijobga kirdinglar, ering. Undan oldin. Yo'q, undan oldin o'sha erga tekkan edim. Hijobga kirishimdan oldin. Ha. 1 yil oldin. Mayda. Молодцы. Mashta to'xtab turamiz. Bu yoq tomonga ham bir qaraymiz. Hozir bu cho'ta jahli chiqib o'tiribdi. Men menga qaramaydim. Nima uchun Ali yo'q bo'lib qoldi? Nima uchun? Nima bo'ldi hayotda? Yoki nima yaxshi kunlar, nima yomon? Kimga? Chorniy beylik kadrlar kerak ekan. Bitta qiz bola bo'lsa ham parozat portlab ketgan deb quymaydi, o'zim quyib o'tiribman. Mayli, mehmon kelasiz, mayli. Xo'sh, internetda cho'ta Ali Qurbanov, ya'ni yo'q bo'lib qoldi, juda ham yaxshi ketayotgan edi. Rekda, Instagramda, ana intereslarda ko'p chiqardi. Orada yanishmasam 1 yil yo'q bo'lib qoldi Qurbanov. Ya 8 oychalar. 8 oy. 8 oy yo'q bo'lib qoldi. Nima sabab? Nima bo'ldi? Men bilaman, endi kuzatuvchilaringiz uchun ham bu qiziq-da, ular ham bilish kerak. Sizga bo'lgan tuhmatlarga qanaqa qaraysiz? Intervyular berishdi. Hozir 1 minut. Unga ketib kelamiz hozir. Men bunday qilsam bo'ladimi? O'zimga to'g'rilab. Bo'pti, davay. Davom etamiz. Nima uchun Qurbanov yo'q bo'lib qoldi? Bunga o'ziga yarasha sabablari bor. Ozgincha oilam bilan muammo bo'lib qoldi. Xo'p. Demak, boshingizga sinovli kunlar keldi. Bundan xabarim bor. Ortda qolgani rost bo'lsin, samimiylaringizni. Nima deb o'ylaysiz? Juda atrofingiz ham ancha tozalanib qopti-da. Chunki ko'ryapman. Ha? O'zingiz qanaqa nimalar boshingizdan o'tdi? Aytib bering, xalqqa qiziq-da bu. Men o'zim biron marta unaqa o'ylamaganman. Shu oldimda hamma o'rtoqlarim ham ko'p edi. Men biron marta o'ylamaganman shu bir o'zim qolib ketaman deb. Voy bila. Nima bo'ldi? Gapiringda, uyalib o'tiribsiz. Gapiring. Qandoq bizni faraz qiling, kamera yo'q, biz o'tiribmiz. Bo'ldi. Gapiryapman, nima bo'ldi desam, yana semaylik qamal. Xo'sh, ozgina sinovli kunlar keldi boshingizga, undan xabarim bor. Kuzatuvchilaringizga ham qiziq joyi bor, aniq bilaman. Nima bo'ldi, qanaqa sinovli kunlar keldi? Men bilaman, lekin xalq aytish kerak deb topsangiz, aytsangiz xursand bo'lishadi. Buni men o'zi anchadan beri aytmoqchi emasdim. Shu ayolim bilan problem bo'lib qoldi. U bilan problem bo'lib qoldi. U bilan problem bo'lgani men keyin qamaldim. Qamalganim shu uchun 8 oy yo'q bo'lib qoldingiz. yo'q bo'lib qoldim-da. 8 oyga qamaldingiz. 8 oyga. Hozir oqlanib, chiroyli bo'lib chiqdingiz. Da, chiqdim-da. Ortda qolgani rost bo'lsin, iloyim. Atrofingiz ham ancha tozalanib qopti. Men endi o'shandan keyin o'sha qamalishingizdan oldin ko'rishganimiz, endi ko'rishyapmiz-da o'shandan keyin. Da. Qarayapman atrofingizda yangi insonlar. Da, shunaqa. Nima bo'ldi shuni ham? Endi oldin men bilmaganman, ko'rmaganman, shu hammani o'zimga do'st deb bilganman. Shu qamalganim menga bir dars bo'ldi-da, men bildim kimligini. Men hech qachon o'ylamaganman bunaqa maskaliklar oldimda ko'p deb hech vaqt o'ylamaganman bunaqa narsalarni. Endi qarang-da, bu fitna bo'lib qoladi hozir. Maskalik qarang-da, bu fitna bo'lib qoladi hozir. Maskaliklar to'g'ri, bunaqa odamlar hammada bor. O'rtada fitna bo'lib qolmasligi uchun просто sizdan voz kechib ketishdi, qamalib qolgan paytingiz. Shunaqa demoqchisiz, to'g'rimi? No, shu men qamaldim, ularni kimligini men 8 oy o'tirganimdan keyin bildim. Chiqmayman, eshitmayman, ular kim, nima, meni orqamdan nimalar qilgan. Nima qilgan o'sha? Bittasi olgan, bittasiga aytganki, men Alini orqasidan boraman, dachka ketiraman degan, $500 TikTokdan donatorlardan pul olgan. TikTok donatorlardan? Da, TikTok donatorlardan. Endi uni ismini aytmayman. Yo'q, vidushiymi yo'q? Ya, vidushilar.
Vidushilar o'zimni o'rtoqlarim. Vidushilarmi, vidushimi? Vidushi. Da, o'zim o'rtoqlarim. Bir dona vidushi, meni tushunishim bo'yicha donatordan Aliga dachka kirgizaman deb Da. pul olgan. Da. Lekin sizga bormagan. Yo'q. Uyingizga ham bormagan. Yo'q, uyimga bormagan. Men Mana chiqib shu joyda bitta eshitdim. gap aytsam maylimi? Joyda bitta gap aytsam maylimi? Ilohim Alloh insof bersin unaqa insonlarga. Kimligini men rostdan bilmayman. Bu inson kim haqida aytyapti bilmayman. Bu sinovli kun kelganda u darajada bo'lish kerak emas lekin. Davom etamiz. Shunaqa bo'lgan. Keyin o'zim yaqin o'rtoqlarim deb bilganlarim, men turmadan chiqyapman. Kolonka menga уже перевод qilishgan, kolonka kelyapman. Даже begona odamlar meni ko'rishga kelyapti. O'zimni o'rtoqlarim bo'lib, "Ha, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Gaplashyapmiz. Qarasan" deb, "Kelmaysan meni ko'rgan" desam, "Hozir restoranda biza vaqt bo'lsa o'tamiz" u degan joylar bo'lganda. O'zim uchun bilib olganman o'sha paytda. O'sha Qamalishingizni sababi shunaqa ayolingiz bilan urishib qoldingiz, qamalib ketdingizmi shunda? Yo, urdingizmi nimaga? Unaqa bo'lmagan. Men chiqib ko'rdim, intervyu bergan. o'sha Ayolingiz. Yo'q, ayolim emas o'sha. Endi. Ya, intervyu bergan, u yerda aytganki, "Shu meni urgan, pichoqlagan" degan. Men hammasiga oydinlik kiritib ketaman. U yerda urganman, to'g'ri, men hech qachon urmaganman, u demayman. Birinchi marta, shu men oldin o'g'lim bo'lmagan payt boshqa xil yashaganman. O'g'lim bo'lgandan keyin men unga уже отношение boshqacha bo'lib qolganda, har doim nimadir bo'lib qolsa, o'g'lim uchun men kechirib kelardim. Nimadir bo'lib qolsa. Beayb parvardigor. Da, birinchi marta urush chiqqani ko'rganman, like bosgan, men uni topganman, like bosgandan keyin urush bo'lgan, sekin-sekin keyin orada yana nimadir bo'lib qolardi. Qiz bitta o'rtog'i bor, men uni hech kim bilan o'zi gaplashishga qo'ymasdim. Bitta dugonasi bor edi. Meni xatoim o'sha bilan ham qo'yganimda. U qiz ko'chadagi gaplarni bunga keltirib yetkazgan. O uyda qarochi urush bo'ladi. Urush bo'ladi. Bir hafta bu ketadi onasining uyiga. Men bir hafta telefon qilmayman. O'sha bir haftaning ichida bu yegan narsasini yeganda shunaqalar bo'lib ketgan. Shunaqalar bo'lib ketgan. Demak, tushunishim bo'yicha hozir mana bunaqa kommentariy aniq bo'ladi. Ali, siz bir narsani tushuning. Ikki qo'ldan chiqadi. Hozir mana bu yerda o'tirib, endi men ayolingizning intervyusini ko'rmaganman. Qanchalik rost, qanchalik yolg'on gapirgan, siz gapiryapsiz. Zash unday bo'lgan va hokazo va hokazo. Shunaqa, по-моему, shunaqa demoqchisiz. Endi qarang, siz o'zingiz mayli bu temada oq ekansiz. Sizga bitta savol beraman-da. O'zingizni farzandingiz katta bo'lganda o'zingizga o'xshashini xohlarmidingiz? Men shuni xohlayman-da. O'zimga o'xshagan. U hozir ham hozir 3 yoshar. Hozir ham xarakteri, o'zini tutishlari hammasi o'zimga. Men uni qamalgan bo'lsam ham berib qo'ymaganman. Hozirgacha kurashaman agar nimadir bo'lib qolsa. Xullas kalom, ayolingizga qo'l ko'tarmagansiz. Yo'q, qo'l ko'tarmagan emasman, men urganman. Nima uchun so'roq berishgan? So'roq bergan sababini aytaman. Men buni peripiskalarda ushlab olganman. Peripiskalardan undan Da, peripiskalarda ushlab olganman. Undan keyin ushlagan paytim peripiskada men Toshkentda bo'lganman, u Buxoroda bo'lgan. O'sha payt Buxorogacha kelganimcha уже bilgan-ku, men ko'rdim, bildim. Oyisi unga aytganki, "Что Buxorodan Toshkentga ketasan." Men Buxoro kelyapman, u Toshkent kelgan. Qarochi qidir. Ungacha qarochi keyin men kelganman Toshkent qaytib. Vaqt o'tgan, Sevinch bilan o'zimiz endi avvaldan biz do'stmiz, avvaldan. Hozir ham do'stmisizlar? Da, do'st. Faqat do'st. Faqat do'st. Faqat Biz faqat do'st. Endi PR qilamiz boshqa, u biz har doim do'st. Biz har doim do'st. Da. Kadrda sevishgan. Yo'q, sevishgan emas, PR просто. Yo'q, PR. Da, PR bo'lgan. Yo'q, biz video qilganimiz. Sizlar hayotda do'stsizlar. Hayotda biz do'st, boshqa hech nima. Internetda ozgina PR xodlar qilib Da, turasizlar. shunaqa. Kuzatuvchilar zerikib qolmasligi uchun to'g'ri kerak-ku. Sevincham yomon PR qildi-ku, mana men kasalman deb yig'lab. Yo, rostdan ham kasal bo'ldim-da. Hammasidan Sevinch ham xabari bor, bo'lgan. Men bo'lganman. O'zi ham o'sha yerda edi. Nimalar bo'lganda men kelib Qarochi ular video qilyapti. U videosini men ko'rmaganman. Bitta bola bilan birgalikda video qilishyapti u qiz. Bola bilan birgalikda video qilishyapti u qiz. Keyin u qiz video qilayotgan bola meni o'rtog'im.
Intervyu olayotgan odam, ha? intervyu olayotgan odam emas, birga stream qilayotgan Ha, odam. ha, ha. U endi u bolani oldida ochiq sochiq kiyinib o'tiribdi. Mo'la jahllari chiqib ketdi-da. Alina. Biz hali tochka ham qo'ymaganmiz, hech nima bo'lmagan, prosta urushib qolganmiz bo'ldi. Kimdir o'rtadan Hali ajrashmagansiz. Yo'q. Qonuniy, ha? yo'q, hozir men zaksim yo'q bilan. Men qilmaganman zaks. Ha, boshida bo'ldi. Boshida bo'lmagan-da. Qarang, shunaqa narsa bo'lyapti. Farq qilib Bolamni onasi deyaptilar-da bular. Bolamni onasi mana shunaqa yuribdi. Qara, ertaga men bolamga gap so'z bo'lishini xohlamayman deyaptilar-da bular. Mana shuni o'g'il bola o'stiryapti. O'g'il bola o'stiryapti. Keyin bular chesti ko'tarmadi shu narsani. O'sha ayolingiz bilan Keyin davom etib ketsinlar u temani. hozir sevinchga aytayotgan tema efirdagi voqea. Undan siz ham fikrsiz. da, Nima fikrsim. bo'lgan o'zi? Men xalqqa ham o'zingiz aytib o'tib keting. Короче, men o'tiribman, uni ko'rmasdim, biz urushib qolgan, u ketdi, Toshkent bitta bola farti chiqyapti, unga qanchadir pul tashayapti, 30 ming nimadirlar, men uni ko'rmadim, menga tashab berishdi. 66 million. 66 ming qanchadir tashab bergan. Bunga короче aytayaptiki, что erta kelasan meni oldimga, sen bilan video olamiz. Bu kelmasdan oldin u video meni qo'limga keldi. Men sira sevinchga chiqaman, что o'sha bolani topish kerak. Sevinch aytayaptiki, u bola hozir Toshkentda emasmi, nimadir o'shanaqa tipa Men gap bo'lib aytyapman, qoldi. unaqa hamma joyini tinchlantirishga harakat qilaman-da. Ko'rishtiraman, yarashtirib qo'yaman, gaplashtirib qo'yaman dedim. Keyin gaplashtirib qo'ydim Keyin ikkalasini. ikkalasi video qilgan, u kelgan Toshkent, короче, kafelarda o'tirishgan, tuxum yeyapti, ikkita tuxum bir-biri bilan o'rtog'i prikol qilyapti. Bu ikkita tuxumdan bittasini yeysanmi, u как бы o'g'il kim bo'lsa ham u o'g'limning onasi-ku. Men u videolarni ham ko'ryapman, o'sha men yig'yapman ular narsalarni, что u bolani topishim kerak, u bilan gaplashishim kerak. Keyin Sevinchga chiqdim, Sevinch dedim, shu bolani topishimiz kerak. Bu Sevinch aytdiki, что urushish kerak emas. Hamma ayb o'zi ayol kishida bilasiz, agar u povod bermasa, bu ishni qilmaydi, to'g'ri. Keyin bu bilan gaplashganimizdan keyin u bolani o'zi qidiruv boshlandi, men o'zimcha qidirdim. Bir kun o'tmasdan keyin streamdan menga video tashab berishyapti. Bu streamda o'tiribdi. Bu yerda bola unga savol beryapti. Bola ham blogermi? Yo'q, bloger emas, u o'zi kimligi ma'lum emas uni. Kimligi ham ma'lum emas uni kim u. Endi o'sha kimligi ma'lum emas odam meni o'g'limning onasini chaqiryapti-da, tushunyapsizmi? Gap qayerga ketyapti? U Aytaymi? Chaqirib Gap o'ylab aytaymi shu joyga. Rostdan kesmaysizlarmi? Ha? Ayol kishida ham katta gap. Men ayolingizni yomon demoqchi emasman, xafa bo'lmang. Men erkak kishi chaqirsa, bu realniy narsa. Real ko'z bilan qaraylik. Endi bu qonida bor. Yo'q, o'taymi mana. Internetda ko'ramizda, Sevinch mana. Ko'rib, mana qiz chiroyli ekan deyish oson. Ko'rishkisi keladi erkak kishini. Bu misol realniy. Agar ayol kishi xohlamasa, ko'rishishi mana shunaqa xona to'la pul olib kelmaydimi, ko'rishmaydi. Mana ayol sifatida. Va noto'g'ri aytmayman. Prosta ayol kishida ham katta gap. Hozir gapiryapsiz. Uzr, avvalo gapingizni bo'ldim. Shu joyini iltimos kesmanglar. Erkak kishi chaqiryapti meni bolamni otasini deyapsiz. Men ayolingizni ham aybdor demoqchi emasman. Lekin ayol emas u. endi ayolingiz endi sizlarni bilmayman-ku. Bolamni onasi. Xo'p. O'sha insonni, farzandingizni onasini aybdor qilmoqchi emasman, lekin ayol kishida ham katta gap. Ayol kishi xohlamasa ko'rishmaydi. Davom etamiz. Короче, keyin menga yana bitta video kelyapti. Ular stream qilyapti. Уже stream boshlangan, ungacha men topa olmaganman u bolani. Stream qilyapti, bola o'tiribdi. Bu bolaga suv keltirib beryapti. Hamma joylari ochiq, suv keltirib beryapti. Yana u bola o'tiryapti, gapiryapti, aytayapti-ki, "Sen nimadan kayf qilasan?" deyapti. Primoy streamda. Bu aytayapti, dam o'tiribdi. "Ha, seksdan kayf qilasan-da" deyapti. Как будто izdevаться qilib gapiryapti. Men shu videoni ko'rganimdan keyin yana bitta Sevinchga chiqdim, men aytdim, "Topmasang bo'lmaydi" deyapman-da. Sevinch aytdi, "Bo'ldi" dedi, "Men sizga topib beraman." U bolani topdi Sevinch, keyin menga telefon qildi. "Ali" dedi, "Keling, men shu joydaman. Bular ham shu yerda." Men o'sha paytning o'zida qanaqa borganimni o'zim bilmayman. Shuna boryapman. Shunaqa lokatsiya u yerda belgilashgan, u yerda na urushi bo'ladi, na bir qattiq gapirib bo'ladi-da, shunaqa hamma mehmonlar bor. Sevinch o'zi kutib oldi, chiqdim. Bola men bilan salomlashyapti, men u bilan salomlashmadim.
Bu bilan gaplashdim, keyin unga aytdim. "Men tanidingmi?" U aytdi, "Ha, tanidim." Men aytdim, "Bilasanmi nima uchun kelganimni?" "Ha, Sevinch ungacha Sevinch tushuntirgan, nima bo'lganlarini tushuntirdim aka, u bu gapiryapman. O'sha paytning o'zida men u bolani shunaqa ichimda unaqa bor, urmoqchidaman uni. Lekin odamlar borligi uchun men даже unga tegila olmayapman. Keyin aytdim, "Maylimi sen bilan" dedim, "bitta chetga chiqaylik" dedim. Shunday chiqdim. Уже Sevinch ham aytayapti, aldayapti, "Urush kerak emas." Men aytdim, "Yo'q, urushmayman, prosta bitta gaplashib olaylik." Bitta chiqqanimizdan keyin, уже birga bir bo'lganimizdan keyin u bolaga aytaman, "Men buni orqasidan kelmadim, hech qachon o'ylamaman. Bitta men bu bunaqalar menga dastatishda-da." Aytadi, qarang. Keyin men unga aytaman, "Men kelganim bitta men o'g'lim uchun kelganman. U o'g'il bo'ladi. U hozir tushunmasligi mumkin u narsani." Da, erta yaxshi sportsmen bo'ladi, yaxshi klublarda bo'lgan payt bittasi aytmaydimi, "Men qaragin, seni onang kim ili nimadir savol bergan payti o'g'limni boshi egilib qolmasligi uchun men tushuntirganman. Men keldim shu o'g'limni chesti uchun." Men unga aytganman shu gapni. U aytayaptiki, "Men xato qilib qo'ydim, xohlasang meni ur" deyapti. "Xohlasang men nakalingni o'tiraman." Kim aytyapti? O'sha bola. "Nakalingni o'tiraman" deyapti. "Sendan kechirim so'rayman" degan gapidan keyin men ozgincha yumshadim-da. Ozgincha yumshadim. Men aytdim, "Yo'q, ayb senda ham emas. Prosta sen u bilan связаться qilma boshqa. Men seni ko'rmay." Bo'ldi, tema yopildi. Biz o'tdan chiqdik, Sevinchlar ham keldi, hammamiz bordik. Klubda o'tirdik. Klubdan keyin o'tirdik, hammasi yaxshi o'tirganimizdan keyin bularni jo'natib yubordik. Bular qizlar ketdi hammasi. Biz o'zimiz o'tirgan payt u bolani telefoniga to'xtamasdan telefonda. U bola o'zi men bilan gaplashib bo'lgandan keyin ko'rsatyapti. "Ana, aka" deyapti. "Buni o'zi menga telefon qiladi-da." Men aytdim, "Men yo'q edi." Bolaga qilyapti. U bolaga qilyapti. Soat 4 ertalab. U men bilan o'tiribdi bola. Soat 4 ertalab. Keyin o'zi ko'ryapman, telefon qilyapti-ku. Men aytdim, "Ko'targin" dedim. "Chaqir." Keyin shunday telefon qilyapti. Ha, qayrasiz, unay-bunay. Keyin aytayapti, "Men klubda o'tiribman u. Hozir joyiga lokatsiya tashlang, men boraman" deyapti. Taq lokatsiya tashlayapti bu. Kelyapti. Biza yo'lning ustida kutib o'tiramiz mashinada. Bu bola, o'rtoqlari, men hammamiz o'tiribmiz. Bitta taksi kelyapti, to'xtayapti. Taksidan dugonasi bilan tushib kelyapti. U meni ko'rgani yo'q hali. Men shunaqa hamma joylari ochiq, men shunaqalar qilib kelyapti-da. O'sha payt Lyuboy Mauliman, chesti bor erkak, prosta propuskat qilmaydi bu narsani-da. Shuna mashinadan tushdim. Bir shapaloq urgan, bitta tarsaki urdim men uni. Undan keyin u yiqildi. Keyin bu orqada o'tirganlar menga qo'l ko'tarib ketdi. O'rtada urush, men bir o'zim bo'lganim uchun o'rtada urushlar bo'lib ketdi. Meni ushlashgandan keyin bular mashinaga o'tirib qochib ketishdi. Men bu bolalar bilan razbor qilib ketdim. U ham tugadi. O'rtadan bir oy o'tgandan keyin bular hammasi bitta bo'lib borib ustimdan zayavakat qilib bergan. O'sha bola, o'rtoqlari, dugonasi, o'zi 4 kishi menga показательni bergan 4 kishi, что bizga qo'l ko'tardi, urdi, nimadirlar. Undan tashqari yana bitta 3 ta qiz kelgan, men ularni hayotimda taniyman. Sud paytida bo'lyapti. Men ularni sudda keyin ayblov xulosa degan narsa beradi, yozadi-da hammasi. O'sha payt men ko'rganman. Sud bo'lish jarayoni ham shunday. Men o'tiribman bir o'zim rishotgan ichida. Bular hammasi bitta joyda o'tirib, krisalar bor-ku, yoshinib o'tiradi. Kirgan paytingiz hammasi o'zim. Shundan bilan ko'ryapman, o'sha bolalar hammasi yozib bergan ustimdan. Keyin menga aytishdi, kechirim so'ra. Men sudda ham aytdim, men kechirim so'rayman. Lutchi men srokimni olaman, men ketaman. Bo'ldi, men kechirim ham so'ramaganman, srok olganman. 3 yil berishgan menga. Men ketdim, Xudoga shukr 8 oyda chiqib keldim. Shunaqa bo'lib qoldi. Chiqqandan keyin sira zikrlar. Endi bu Xudoning unaqasi bilan. Hozir qisardi. Ko'pchilik videoni ko'rgan, yig'lashlarni ko'rgan, adam protiv edi, unaqa. Hozirni o'zida men ko'rsatib bilaman, adasi bilan yozishganlarimni, adasi uni oq qilib yuborgan. Men hozir голосовой gaplari bor, qo'yish unaqasi ham bor-da. Oq qilib yuborgan, lekin u intervyuda aytganki, men degan shu bola uchun otam meni haydagan. Unaqa emas. Otasi aytgan. Nima deganlari hammasi menga turibdi-da. Endi bu intervyuda o'zini shunday oppoq tutish, men bilmadim.
Men qanaqa bor shunaqa aytaman. Mana shu qiz ham bor edi, hammasidan fukursin nima bo'lganlaridan. Даже men qamalganim qarang, yana bitta narsasi. Men qamalganimda bu uyimgacha so'rab borgan, aytgan, Ali akani ko'rishga boramiz. Bu qiz bola, bu men bilan o'rtoqlarimday vaqt o'tkazmaganda, ular meni yonimda bo'lgan. Hamma yaxshi, yomon kunimda yonimda bo'lgan. Lekin shu qiz bolalar o'tirib oyimdan men bitta oyim, bitta o'g'lim bo'ldi. Menga hech kim yo'qdi. Shular telefon qilib so'ragan. Undan keyin shu bo'lgan ishda shu bo'lib ketdi. Chiqdi. Erkak kishimiz baribir o'g'il bola ham o'zidan ozgina ayb qidirib ko'rish kerak. Yo'q, ayb men aytmayman, shu men oppoq. Nu bo'lgan, может men u xohlaganday pul topib kelmaganman, может u xohlagan narsalarni olib berib bilmaganman. Может aybim shudir. Men boshqasini bilmayman. Men ichmasam, chakmasam, narkoman emasman. Biror marta nimadirlar qilib bilmadim, nimadir bo'lgan, bu ham Xudoning sinovi, lishni odamlar olib tashagan. Shunaqa. Allohning saxiy, Allohning mehribonchiligida bu. Shu. Xo'sh, endi eshitdik, bildik, dardingiz og'ir ekan. Ya og'ir emas, hammasi yaxshi. Endi ko'zni ochib, to'g'ri ijodlarni qilib, chiroyli ijodlarni qilib, sizni kutayotganlar ham ko'p. Chunki Instagram ijtimoiy tarmoq hozir juda ham bir faol yonib turgan paytda siz ham bir yondirishga hissingizni qo'shishingiz kerak, faqat piarlasiz. Kaltivkali qizlarni padrushka qilib davom etavering. Yo'q, unaqa tanishgansiz. Xo'sh, Sevinchkaxon, odamzod baribir internetda qanaqa bo'lsa hayotda unaqa emas-a? Internetda ko'pchilik baxtli-a? Shunaqa. Hamma soxta hayotda. Endi men bor joyda bunaqa narsa bo'lmasa bo'lmaydi-da. Ozgina siqilib qolishdi hozir internetda ko'rayotganlar-da. Ozgina kayfiyat qilib, mana shu joyni Instagramga qo'ysa million uradi aniq. Men hozir bitta sizlarga ikkala uylarga 3 ta savol beraman. Unaqa inson bo'lmasa, unaqa inson yo'q deb internet, telefon, kamera bloger. Instagramdami? Bloger deganda u Instagramda bo'ladi, TikTokda bo'ladi. Nega qarab unaqa inson yo'q deb aytsanglar bo'ldi, men qo'limni ko'taraman. Kamera ochgandan keyin o'zi bor edi, ayta olmadim deyish yo'q. Qanday bor shunday gapirish? Sevinchkadan boshlaymiz yana. Sevinchkaxon, senga yoqmagan 3 ta bloger. Mana aytmayana. Yo'q. Bunaqa desa, bittasi kamera orqasida odamni. Kim? Birinchisi. Menga hamma blogerlar yoqadi, lekin men hamma blogerlarga yoqmasligi mumkin. Bilmadim. Bu menga u oldingi intervyuga borganimda nimalar dedi blogerlar haqida. Bu hammasi yoqar ekan. 3 ta mashhur inson. O'ylashga vaqtim bormi? U yoqdan so'rab turing, keyin Nima deysizlar o'rtoqlar? Bo'pti. Qurbanov janoblari. Bittasi o'zim, bittasi siz. Jalamiz. Yo'q, aka men kuzatmayman, to'g'risi. Kuzatmayman ularni, birortasi. Tibrello. Da, kuzatmayman. Mana ikkita ishlab turibdi. Bu Sevinchga o'tmay turamiz. Uni bu narsa o'ziga bersanglar, Sevinch borib tozalab kela qolmadi bu narsani. Ha, ayting. yo'q bo'lib turamanmi desha? Tushmayaptimi bu yo'q? Sen shuncha. 3 ta sizga yoqmagan mashhur inson. Yoqmaydigan, yaxshi ko'radigan. Yaxshi ko'radiganga может o'tamiz. Ha, yoqmaydigan bo'lsa yoqmaydigan. Ha, yaxshi ko'radigan ayting, keyin yo'q. Unisini aytaman. Shoda kelmayapti. Kelmayapti. Yo'q, sizga yoqadigan 3 ta mashhur inson. Yoqadigan deganda birpas negativ fikrlashmasin. Rizayeva bilan. Xo'p. Yoqadigan Rizayeva, keyin Munisa Rizayeva. Yo, otini aytmaylik o'shani. Rizayeva. Familiyasini aytaylik. Otini aytmaylik. Munisa. Ayolim oti ham minusku. Do'shi, ayolim Rizayeva haqida gapiryapmiz-ku. Yo, o'sha otini aytmaylik. Mayli, Munisa Rizayeva, mayli. Rizayeva, da. Rizayeva, keyin yana Shahlo Ahmedova deb. Yo, Shahlo emas. Rizayeva. Bo'ldi shular. Keyin. Shular bittadan. Ha, kim o'zi bor, men bilmayman buni. O'rtoqlar,
bular O'zbekistonda yashab turib o'zbek Da, biznes shu- vakillarini tanimas ekan. Taniyman ko'pisini. Kimdir deb yozaveringlar ekan. Hop. Endi Ha, bering. Derski endi qiyin-qiyinroqlardan beravering. yo'q. Ha. Nastar. Boshladingiz-ku. Ha, ketdi. Habib yoki Konor. Konor. Hamzat Chimayev yoki Islom Maxachevmi? ha. Islom. Islom. Endi qarang, men Habib deganim bilan Konor u urush stili menga yoqadi. Bo'ldi, o'zi emas, urush stili menga yoqadi. Tayson yoki Muhammad Ali. Muhammad Ali. Bobur Abdulazizov yoki Doktorlik qiling. Erkabulla. Erkabulan. Erkabulan. Da Erkabulan yana. Bobur zo'r. Yo, Erkabulan. O'zbekiston. Yo, mayli O'zbekiston prichon emas. Sportsmenlardan Erkabulan. Men unga balet qilaman. Kim bilan urushsa, men balet qilaman unga. Ronaldo Messi. Ну, давай Ronaldo dedi. Ozoda Nursaidova yoki Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonova. Yulduz Turdiyeva yoki Gulsanam Mamazoitova. Yulduz Turdiyeva. Buxoron to'ylariga ko'p boradilar Yulduz opa. Da Buxorolik bilaman, lekin qo'shiqlarni bilmayman. Men ijodlarini prosta I love you Yulduz opa. San'atlariga men qo'limni ko'taraman. Kimdir menga savol bersa Yulduz Turdiyeva deyman. Aniq. Ummon yoki Benon. Benonda. Benon. Sevinchka yoki Miss Queens. Vay, Sevinchga bo'ldi. U blogerlardan hammasi Sevinchga bo'ldi. Yaqin o'zi, ha? Ol, mana video tasha. Ol. Ol. O'zim o'rtog'im u. Tashiymiz. Tashiymiz. Rozalinaga tashiymiz. Va Rozalina ham o'rtog'im u. Tashiymiz. Mayli, u ham o'rtog'im. Menga qarang, u bloger emas-u. Men asabimga tegmay, hozir boshlayman. Tak, Rozalina hozir intervyudamiz. Mana bunga savol beryapman. Xo'sh, Miss Queens yoki Sevinchka? Umid Iskandarov. Bu kameraga bo'lib qo'rqadi. Bir xil bo'lmaydi. Hayotda ham, boshqa joyda ham. Voy rostdan, to'g'risi hamda o'sha paytdan berganingizga men aytgandim. Sevinchga bo'ldi. O'zim o'rtog'im u. Rozalina, Miss Queens mana hozir intervyudamiz. Xullas Kalom Qurbanovga savol beryapman. Sevinchka yoki Rozalina, Miss Queens? Realni? Voy, siz Yo, realni? aytdim-ku, birinchi Sevinchga, keyin Roza. Yo, bittasini tanlang. Menga qarang. Tanlang. Qarang. Umid aka. Qarang. Blogerlar haqida gaplashyapmiz. Tanlang. Bo'ldi, tanlab bo'ldim-ku. Kim? Voy, siz o pastava Yapti bu. qilibsiz. Siz pastava. Sevinchkami Rozalinami? Birinchi Sevinch, keyin Roza mana. Chidamas. Yo, rostdan. Ha? Chidamasdim. Keling to'g'ri qiziqarli savollar Menga qilaylik. qarang, ularni aralashtirmang, Umid qo'ying. aka. Вообще ularni. Saniki yo'q bo'lib qoldi. Ko'shan gaplashib o'tiribmiz. Yo, boshqa qizni gapiring, вообще-da. Yaxshi qiz u ham. Siz o'zingiz fanatik ekansiz. Yo'q. Shuning uchun o'shani tiqurasiz. Menga qarang, men bor joyda u qizlarni tiqmang, rostdan yerim buzilib ketadi. Umid aka. Menimcha bu yaxshi ko'radi-yu. Yo, biz o'rtoq. Yo, rostdan, unga ham nimadir bo'lsa mana. Hop. Sevinch senga yoqmagan 3 ta. Buni ham o'zini lishniy hayoti bor, boshqa narsa qiladi Bo'ldimi balki. yana? Endi qiziq savollar keyin ikkalamiz. Ha, men chiqib. Bu ikki odamlarni urushtirib yurmaysiz. Senga yoqmagan 3 ta bloger. Bormi? Yo'qmi? Menga yoqmaydiganmi? Butun bloger emas, вообще-то internetdan, короче. Hech kim yoqmaydimi? Internetdanmi? Yo'q, yoqadi. Prosta yoqmaydiganlari bor. Kim? Jafar bittasi. Tavba qildim. Qaysi ona bolasini yomon ko'radi, tavba qildim. Xo'p, Jafar. Yo'q, men bolamiz. Ularni o'zini addenni suhbat davom etadi, addenni bong'latishadi. Mana o'tib olasizmi? Ha, o'tirsak bular. Yo, sekin. Osh sizmadinglar-ku. Yo'q, biz. Rozalina kutyapti bularni. Ya!